Saudiya Arabistoni hukumati Ka'batulloh oldiga faqat umra amallarini bajarayotganlar tushsin deydi o'zi. O'zbekiston musulmonlari fatvosida ham aldov qilmanglar deydi. Hiyla ishlatmanglar deydi. Hech qaysi bir shurta, ya'ni politsiya xodimi sizni to'xtatib turib, siz umraga tushyapsizmi yoki tavofgami demaydi. Buni faqat Alloh biladi. Mana kecha tushdik, kecha umra amallarini bajardik. O'sha yerda necha foiz odam umra qilyotdi va necha foiz odam tavof qilyotdi. Boshida do'ppidisini ham ko'rdinglar, oyog'ida naskidisini ham ko'rdinglar. O'shalar bo'lmaganida qanaqa mazza qilib odam tavof qilardi, bilasizmi? Endi sizni adezda yoki ayezda faraz qiling, Madina-i Munawvaradan 6 soat, 7 soat yurib keldilar charchab. Yana tavof qilgani tushsalar, mana shunaqa yigitlar hammasi faqatgina tavof qilgani tushib olishganida izdihomni katta qilib yurishibdi. Adez bilan ayezni qiynalishini ko'rib turib, ularga rahmat etasizmi yoki yo'qmi? Ukalarim shu ishni qilmasanglar bo'lardi-ku, yoshsizlar-ku, va tepada qilsanglar bo'lardi, yosh kattalarga yo'l ochib bersanglar, zaifalarga yo'l ochib qo'ysanglar bo'lardi, deysiz, to'g'rimi? Bu odoblilardan bittasi baqir-chaqir. Tavof qilganda ana kecha ko'zingizga tushgan bo'lsa kerak, baqir-chaqir bo'lmaydi yo'ni. Odamlarni tavofgacha tayyorlab kelish kerak. Namozda hech kim baqir-chaqir qilmaydi-ku. Xotirjam bo'lish kerak. Va xossatan zaifalar o'zini erkaklarning orasiga umuman urish kerak emas. Umuman mumkin emas narsa.